Akalar, BYD o'zida faqat BYDlar emas, Zikrlar ham bor. Zikrlarni ham, Lilarni ham remontlari bor. Bu yoqda o'zi 3 ta Zikr bor. Shu batareyasi bilan 2024 restarlinglarda batareyasida bir ikkita muammolar bor. O'zi shunaqa partiyalar chiqqan, xuddi Zikr 9X da reduktorda muammo chiqqandek, bularda ham shu batareyasida muammo chiqqan. Shularni bartaraf qilib beramiz. Bu yoqda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, BYD Song 9X yoqda sotuvda, u yoqda sotuvga kelayotgan mashinalar ham bor. Bilasizlar, bizda sotib berish xizmati ham bor, remont qilish xizmati ham bor. Juda ham tez sotiladi, qanaqadir bilmayman. Shu Allohning bir mo'jizasi deymizmi, Allohning inoyatimi, qaysidir bir tomonimiz yoqqan bo'lsa kerakki, shu odamlar bizga ishonib oladi mashinalarni. Chunki borini aytib yolg'on gapirmay sotamiz. Xo'p, narxi ham arzon bo'ladi. Men BYDlar hammasi remont bo'yicha tang. Mana tang ham sotib olinibdi, hozir olib ketdi. Ichkarida ham o'shana batareya remont shularni ham ko'rsataylik. Kompyuterni diagnostika, Freon apparatlarda расход двойной bo'lmaydi. Freonni tortib oladi, yana qaytarib solib qo'yadi. Samburlargacha qo'yib qo'ygan ekan. Bu yoqda mana Zikrning batareyalari remont bo'lish jarayoni, Y2. Xullas, xizmat hamma mashinaga ko'rsatamiz. Ya'ni Xitoy mashinalariga asosan Zikr, BYD, Lisyang, Lip Motor mana shu modellarga mana shu joy bizaniki Toshkent Index Universal bozorida joylashganmiz. Bu yoqda ham mana BYD tanglar, Song Pro orqasida bonkalari boridan bu. Motor bo'ldi, xudo xolasa, nijniy udar bo'lganida. Mana motorlarni yechib olganmiz. Motor, batareya hamma xizmat bor. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar? Endi mijozlar bor, mijozlar bilan amarada so'rashib ketaveramiz. BYD tang 3 ta oladi ekan. Xizmat bo'lsa, bemalol kelaveringlar. Manzar Sergeli Index, Yangi Hayot tumanida Toshkent Index Universal bozori deydi. Mana shu ko'chaning yuzida bizning joyimiz. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.